Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugun bu darsni boshlab Istanbul Uluslararası Öğrenciler için Türkçe ders kitobida B1 ni boshlaymiz. Ya'ni B1 darajaga o'tdik. Alhamdulillah. Bu ya'ni A1 A2 kitobiga o'xshab bu B1 kitobimiz ham, undan keyingi B2, C1 kitobi ham xuddi shunaqa har bitta kitob 6 unitadan iborat. Har bitta unitada o'quv matnlari, dinlama, yozma bajarisi, ko'nishi uchun matn, e, grammatik qoidalar beriladi. Xo'p, birinchi unitamiz B1 kitobimizda birinchi unitamizni mavzusi va har bitta unita A, B va C qismlardan iborat. Xo'p, bugungi mavzu yeni bir hayot. A qismida tashinmani tushuntirar ekan. A bandida. Birinchi unita va A qismi. Buni hali B qismi bor va C qismi bor. Hop, yuraverek. Bugun grammatik mavzuyimizni birinchi ko'rib olsak, keyin tepadagi so'zlarni ko'rib, o'quv matnlarini boshlasak yaxshiroq bo'lardi. Birinchi bu yerda oldin man bergan o'quv matni bergan, mashqlar bergan. Bizga kerak bo'lgan grammatik mavzuni keyin tushuntirgan. Biz birinchi grammatik mavzuni ko'rib chiqamiz. Xo'p, bunda zarf fe'l deyapti. Ham zarf, ham fe'l. Bu nima ekan? Bugungi o'tagan grammatik mavzuyimiz fe'l. Fe'ldan keyin plyus, mana mana bitta ko'k ko'chada ko'rsatib qo'yibdi. Ko'k ko'chada ko'rsatib qo'yibdi. Fe'l plyus arak yoki qo'shimchada ye bor. Fe'li oxiridagi ulliga qarab turib, yo arak bo'ladi yoki yarak bo'ladi. Buni yana bir davomi bor, uni yozmabdi. Erik bo'ladi. Demak, qo'shimchamiz fe'l, 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 fe'ldan keyin nima keladi? Fe'ldan keyin yo keladi, arak keladi. Fe'l oxiridagi qo'shimcha qarab turib, yoki yarak keladi. Agar fe'l oxiri unli bilan tugagan bo'lsa yarak, undash bilan tugagan bo'lsa arak. Arak, yarak fe'lni oxirgi harfi nima bo'lsa keladi. Fe'l oxirgi harfi yo'g'on unlili bo'lsa a yoki i yoki o yoki nuqtasiz u nuqtasi o bo'lsa a, i, o, u bo'lagan bo'lsa fe'ldan keyin arak, yarak qo'shimchasi keladi. Men hozir bu qo'shimchani tushuntiraman, faqat fe'ldan keyin qanaqasi holatda qanaqasini qo'shamiz, shuni bilib olishimiz kerak. Fe'ldan keyin endi yo erga qo'shilishi mumkin, erik yoki fe'l oxiri undash bilan tugagan, unli bilan tugagan bo'lsa yerik. Ular qachon bunaqa bo'lib keladi? Fe'l oxiridagi unli harf yoki i yoki ö yoki u bo'lagan bo'lsa erik, yerik keladi. Demak, fe'l oxiridagi qo'shimcha oxirgi unlisi a, i, o, u nuqtasi harflari, ya'ni qalin unlilar bo'lgan bo'lsa, bu fe'lga arak yoki yarak fe'l oxir unli undash bilan tugashiga qarab. Endi fe'l oxirigi unli harfimiz i, o, u nuqtali, ya'ni ince unlilar bo'lsa, yumshoq unlilar bo'lgan bo'lsa va fe'lni oxiridagi undosh unli bilan tugashiga qarab turib yana yo erik yoki yerik qo'shiladi. Xo'p. Buni hozircha tushunib oldik. Endi nima deyapti? Qoidada bu zarf fe'l, durum zarf fe'ldir va fe'li nasl yapıldığını anlatır. Bu holat zarfi zarf fe'li ekan. Ya'ni zarf fe'l degan zarf fe'l ekan va fe'lning qanday qilinganligini bildirar ekan. Yana not berib qo'yibdi. Bilishimiz kerak bo'lgan narsa nima ekan? Olmak ve gitmek kelimelerinden sonra yarak zarf fe'li geldiğinde bu kelimeler başka bir anlam ifade eder. Endi olmak bilan bo'lmoq. Olmak degani bo'lmoq va gitmek, ketmoq. Mana shu ikkita fe'lga yarak qo'shimchasi qo'shilgan bo'lsa, umuman boshqa bir ma'no ifoda etadi. O'zini asli ma'nosini chiqib ketar ekan va boshqa ma'noni bildirar ekan. Misol uchun o'rnak bilan ko'ramiz. Babam muhandis olarak çalışıyor. Otam muhandis bo'lib ishlaydi.
Hasta giderek iyileşiyor. Kasal borgan sari yaxshilashib boryapti. Bu yerda giderek asl ma'nosi ketmoq ma'nosida emas, boshqa ma'noda, ya'ni qo'shimcha ma'noda desak bo'ladi, balkim. Xo'p, endi bu mana bu qoidani ko'rdik. Endi umumiy o'rnaklarni ko'rib chiqsak, keyin o'zbek tilida qanaqa tarjima qilamiz? Annesining yanına koşarak gitti. Onasining oldiga yugurib bordi. Demak, bu yerda nima bo'lyapti? Ikkita fe'l harakati kelyapti. Ikkita fe'l qatnashyapti. Onasining yoniga yugurib bordi. Yugurib ketdi. Yugurib bitta fe'l, bordi, ketdi ikkinchi fe'l. Xo'p, bu o'zbek tilida nimaga to'g'ri keladi? Bu arak, yarak, erek, yerek qo'shimchamiz o'zbek tilida e, ko'makchi fe'l deb aytiladi. Va bu tarjima qilayotgan paytda ib yoki b qilib tarjima qilinadi. Ya'ni so'zi oxiridagi unligiga qarab turib, yo ib deb tarjima qilamiz, yoki ul oxir unli bilan tugagan bo'lsa b ni o'zini qo'yamiz. Ib yoki b. Ko'sharak ko'sharak gitti. O'zbekchasi nima bo'ladi? Yugurib. Ko'sharak degani yugurib, yugur, yugurib, yugurib, yugurib ip qo'shdim, chunki oxiri yuguribdi undash bilan tugagani uchun ip qo'ydim. Yugurib gitti, zotan o'zi o'tgan zamonni fe'li ketdi. Ketdi. Yugurib ketdi. Xo'p, demak, bu yerda tarjima qilishni ip yoki b deb tarjima qilar ekanmiz. Ko'sharak degan arak erekka. Endi bular bir fe'lni ikkinchi bir fe'l bilan bir vaqtda sodir bo'lishini bildiradi. Bir fe'lni ikkinchi fe'l bilan bir vaqtda sodir bo'lishini bildiradi. Ya'ni bir bola mana misolda annasining yoniga ko'sharak ketdi. Misol uchun Ahmed annasining yoniga ko'sharak ketdi. Ahmedni onasining oldiga yugurib borishligi, onasining oldiga yugurayotganligi va onasining oldiga borayotganligi ikkita fe'l bir vaqtni o'zida birga bajarilayotganini bildiradi. Arak erek ikkita fe'lni birinchi fe'lni ikkinchi fe'l bilan bir vaqtda bajarishini tushuntirar ekan. Va o'zbek tilida ip yoki b deb fe'lga shu qo'shimchani qo'shib turib tarjima qilar ekanmiz. Ko'sharak gitti, yugurib ketdi. Yoki yana boshqa misol beradigan bo'lsam, gülerek baktı. Gülerek, gülerek, men boshqa misol beraman. Gülerek baktı. Gülerek baktı. Nima degani? Kulib qaradi. Kulib o'zbekchasi kulib qaradi. Kulishlik va qarashlik bir vaqtda bajariladi. Yoki yana bitta misol, qo'sha. Bu keyingisiga misol beramiz. Bu tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Mana bitta misoldan ko'rib chiqamiz. Xo'p, ikkinchi misol, har sabah okula yuraverek gidiyorum. Har kuni ertalab maktabga yurib boraman. Yuraverek, yurib boraman. Yurishlik va maktabga borishlik ish harakatim bir vaqtning o'zida sodir bo'lyapti. Müzik dinleyerek ders çalışıyorum. Musiqa eshitib ders qilaman. Türkçeyi Türk dizilerini seyrederek öğrendim. Türkçani Türk seriallarini tomosha qilib o'rgandim. Tomosha qilib o'rgandim. Seyrederek öğrendim. Ekmek yemeyerek kilo verdim. Non yemezden ozdim. Kilo vermek ozmoq. Non yemasdan ozdim. Endi bu yerda gapga qarab ham tarjima qilinadi albatta. Ib bilan tushmas ekan. Misol uchun mana bu holatda tushmaydi. Ya'ni non yeyib ozdim emasda, non yemasdan ozdim degan ma'no. Yemeyerek. Bu yerda inkor bor, me bor, inkor. Agar ekmek yeyerek bo'lganda non yeyib ozdim bo'lardi. Ham non yedim, lekin ozdim ham bo'lardi. Lekin bu yerda unaqa emas. Non yemasdan turib ozdim. Ya'ni buni inkori yemasdan, qilmasdan deb tarjima qilsak to'g'ri bo'ladi. Hozir yana pastida fe'lni anaqasini bergan bo'lish kerak. Jadval berganmikin, bermagan bo'lsa, tushuntirib ketaman.
alohida bir jadval qilib fe'l chekimini bermabdi, fe'li tuslamabdi ya'ni. Demak, buni mana bu yerda ekmek yemeyerek, bu yerda inkor holatda keldi. Mana bu qolgan hamma sifatli misoli musbat ma'noda. Inkor ma'noda kelganda non yemasdan, e, non yemasdan ozdim yoki suv ichmasdan yo'q, fitnessga bormasdan ozdim. Demak, arak, eraki inkor ma'nosi o'zbek tilida nimadir qilmasdan turib shu ishni qildim. Mm, non yemasdan ozdimga o'xshab turib tarjima qilsa bo'ladi. Ho'p, endi shunga buni tushundik. Buni misollari bor ekan. Birinchi shu bet qilib turib, keyin unitani boshidan boshlasak yaxshiroq. Ho'p, mashqni ko'ramiz. 6-mashq aytadiki, aşağıdaki boşluklar örneklerdeki gibi dolduralım. Quyidagi pastdagi bo'sh joylarni misollar kabi to'ldiring. Yani misol degan mana bu berilgan misolga o'xshab turib, davom ettirgin deyapti. So'z bergan, o'shaning oxirini davom ettirgin degan ma'noda. Birinchi gap, annem yemeği ve temizliği şarkı söylen nokta 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 yapıyor. Nima bo'ladi? Söyleyerek. Oxiri e bilan tugagani uchun yerek qo'yiladi. Nimaga yerek qo'yiladi? Yeni kelishi sababi bu yerda, yerekda yeni kelish sababi so'ylan oxir unli bilan tugashligi, erek bo'lishning sababi oxirgi unli e bo'lishligi. Ortiq buni A1, A2 darslarimizni ko'rgan odamlar kuzatganlar bo'lsa, o'sha shimollik turk tilini grammatik mantiqida shu narsa borki, so'z oxiriga yoki fe'lni oxiriga qo'shilgan har qanday qo'shimchamiz uni oxirgi unlisiga qarab turib qo'shiladi. Shuni bu ya'ni nima deydi? O'zati, xulosasi shunaqa. Xo'p, ikkinchi gap nima deyapti? Doğum günüme gel nokta 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 beni çok üzdün. Doğum günüme gelmeyerek beni çok üzdün. Buni endi inkor ma'nosi ekan. Gelmeyerek me qo'yamiz. O'zi bu yerda B1da ba'zi fe'llarda tuslanmasdan berilgan. Nimaga? Chunki o'zimiz tuslasak ham bo'ladi. Misol uchun gelerek, gelmeyerek. Inkori oson. Fe'ldan keyin qaysi zamonda bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi fe'l qolibi bo'lishidan qat'iy nazar, birinchi fe'lni o'ziga keladi va undan keyin ma'mi inkor qolibi kelib turib, undan keyin o'sha fe'limizni yasamoqchi bo'lgan qo'shimchamizni qo'shamiz. Gelmeyerek. Ya'ni yerek qo'ydim. Qalam bilan yozayotgani uchun biroz xunuk ko'rinyapti. Gelmeyerek. Tug'ilgan kunimga kelmasdan meni xafa qilding. Üçüncü gap. Beni bu şirkete müdür ol nokta 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 gönderdiler. Beni bu şirkete müdür olarak arak qo'yiladi. Arak. Mani bu shirkatga direktor qilib jo'natishdi. To'rtinchi gap, bo'sh zamonlarim kitob o'quv nokta 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 değerlendiriyorum. Bo'sh zamonlarim kitob o'quv yarak. Fe'li oxir unli bilan tugagani uchun ye keladi. Unli u bo'lgani uchun arak bo'ldi. Kitob o'quv yarak değerlendiriyorum. Bo'sh vaqtlarimni kitob o'qib değerlendirma degani qiymatini beryapman ya'ni degan ma'noda. Kitob o'qib mazmunli o'tkazyapman. Ülkemize git nokta nokta zenginleşiyor. Ülkemiz giderek zenginleşiyor. T harfimiz, 8 harfimiz bor edi. Qo'shimcha qo'shganda nima bo'lardi? Har dars aytib o'tavman. Deyarli o'zgarib ketadi. A1da ko'rganmiz. T harfimiz shulardan bittasi. D ga aylanib ketadi qo'shimcha qo'shilganda. Git giderek bo'ladi. Giderek. Ülkemiz giderek zenginleşiyor. Davlatimiz borgan sari boyib bormoqda. Endi bu yerda gitmek asli ma'nosida emas. Ya'ni ketish ma'nosida emas. Bu qo'shim ma'noda. O'shaning uchun buni boshqacharoq tarjima qildik. Borgan sari yoki shunga o'xshagan bir boshqa so'z bilan ifodalasak bo'ladi. Chunki tepada not degan qismda nima deganda bizga gitmek va olmak
fe'llarga arak, erak qo'shimchasi qo'shilgan bo'lsa, o'z ma'nosini emas, balki boshqa ma'noni ifodalaydi deb ham kelgandi. O'zini ma'nosini ifodalashi ham mumkin, o'zini ma'nosini ifodalamasligi mumkin. Qolgan fe'li faqat o'zini ma'nosini ifodalab keladi. Endi pastda yana bizga bilishimiz kerak bo'lgan bir narsa yozibdi. Bu zarf fe'lni nasl yapıldığını anlatır. Bu fe'limiz bizani fe'lni qanday bajarilganini bildirar ekan. Bu zarf fe'linde yapılan işin tekrarı söz konusudur. Bu qo'shimcha bilan, bu zarf fe'limiz bilan qilingan ish harakat takroran bo'ladi. Arak zarf fiiliyle bu zarf fiilin cümleye kattığı anlam birbirine çok yakındır. Bu nedenle çoğu zaman yerini kullanabilir. Ha, o'sha bu yoqda mana bu qo'shimchani qani keyingi qo'shimchamiz haqida ma'lumot berayotgan ekan. Bu qo'shimchamiz haqida tepadagi arak erik haqida emas ekan. Hop, keyingi qo'shimchamiz, ya'ni fe'lga qo'shib kelgan qo'shimchamiz, keyingi zarf fe'limiz. Fe'l plus a yoki ya qo'shiladi. Keyin yana fe'l keladi. Yana unga a yoki ya qo'shiladi. Ya qo'shib olib qo'ygan so'z oxiridagi, o'sha fe'l oxiridagi undosh kelgan bo'lsa, kelmaydi, unda kelgan bo'lsa keladi. Gapga qarab degan. Faqat bu yerda ham bo'lishi mumkin. Uni yozmabdi. Men yozib qo'yaman tagiga, bundoq qilib a yoki ye bo'ladi. A yoki yoki ya yoki ye keladi. Bu arak, mana tepada o'tgan birinchi arak erik bilan bir xil ma'noni bildiradi. Va bu mana shunda, mana ikkinchi o'tayotgan qolipimizda fe'l takroran bajariladi. O'shaning uchun qolip ham takroran kelgan. Ikkita bir xil qolip. Xo'p, misolni ko'ramiz. Madalda örnek, misal, bilgisayarın karşısında çalışa gözlerim ağrıdı. Kompüterni qarshısida ishlab ko'zlarim og'ridi. Bizga kerak bo'lgan joy mana formulamiz tushgan joy shu. Formulamizga direkt shu tushadi. Fe'l çalışmak, o'zak. Unga nima qo'shilgan? A kelgan, oxiri sh undosh bilan tugaganligi uchun çalışa. Ulli bilan tugaganda ya kelardi. Va fe'l ham qolip ham qaytarilgan. Bu yerda fe'limiz ham qaytarilgan. Çalışa. Ishlab. Bu ham xuddi tepadagi anaqaga o'xshab turib, çalışa, ishlab, kelib. O'zbek tilida ib yoki bo'lishi mumkin ab, mana ishlab, oxir ab bilan tugayapti. Kelib, ib bilan tugayapti. Yugurub, ib yoki ab yoki b. Shular bilan tugarkan. Ikkasini bir xil tarjima qilsak bo'lar ekan. Yana boshqa misol o'zim og'zaki aytadigan bo'lsam, misol uchun dushune qaror berdi. O'ylab qaror berdi. Oxiri ab bilan tugayapti. O'ylamoq, b bilan tugayotgan ekan. Ab bilan emas, b bilan tugayotgan ekan. Ib, ab shulardan bittasi fe'lga moslab qo'yilsa bo'ladi. Yoki ağlaya gitti. Yig'lab ketdi. Ish harakati takrorlanyapti va bizga shu ish harakatini nima deydi? Bo'rttirib bajarilganligini bildiradi ma'noda. Ikkinchi misol, konuşa turkchani ilerletdim. Gapirib turkchani rivojlantirdim. Ya'ni turkcha gapirishimni gaplashib rivojlantirdim. Gapirib, gaplashib. Qaysi biri chiroyli tushgan bo'lsa, yozsa bo'ladi. Birbirimizni görmeyi unuttuk. Bir-birimizni ko'rmasdan esdan chiqardik. Endi bunda ham inkor xuddi fe'l o'zagidan keyin keladi. Gör, keyin me kelgan, mana fe'lning o'zagi gör, undan keyin me inkor kelgan. Undan keyin ye anaqa kelgan. Mana bu qolpimiz kelgan. Görmeye. Ko'rmasdan degan ma'noda tarjima qilsa bo'ladi.
Yoki ikki marta qaytarmasdan tarjima qilayotgan paytda bir-birimizdan ko'rmasdan esdan chiqarib yubordik. Ko'rmasdan deb e, biroz qo'polroq bo'lib qolar ekan tarjimada. Endi mashqiga o'tadigan bo'lsak, 7-chi mashq aşağıdagi bo'shliqlarni o'rniklardagi gibi dolduralım. Quyidagi pastdagi bo'sh joylarni xuddi misolda qanaqa gaplar ko'rgan bo'lsangiz, xuddi shunaqa to'ldirib chiqqanday. Birinchi gap spor, yap, nuqta nuqta, yap, nuqta nuqta, sağlıklı bir insan oldum. Spor, yapa. A qo'yamiz. Oxiri P bilan tugaydi. Undosh, ya kelish shart emas. Yada, yapda o'zi bitta unli bor. A, o'shanga qarab A'ni qo'ydim. E kelmaydi. Yape bo'lmaydi. Yapya bo'lmaydi. Yapa bo'ladi. Yapa sağlıklı bir insan oldum. Sport bilan shug'ullanib, sog'lom bir odam bo'ldim. Sog'lom inson bo'ldim. Göz göre bo'ladi bunda. Göz göre yalan söylüyor. Ko'zimga qarab yolg'on aytyapti, yolg'on gapiryapti. Qolganlarni o'zinglar qilib ko'rishini tavsiya beraman. Biz 8-chi mashq o'tamiz. Aşağıdagi jumlaları eleştirelim. Ya'ni eleştirme degani bir tomondagi gapni ikkinchi tarafdagi ustundagi gapga ishoratlash. Xo'p, birinchi gap müzik dinleyerek, musiqa eshitib. Nima qilsam musiqa eshitib, yemek yaparım, ders çalışırım, okula gideriz, film seyrettik, sen özüm. Müzik dinleyerek e, yemek yaparım. Müzik dinleyerek e, yemek yaparım diyebiliriz misal için. E, şarkı söyleyerek okula şarkı söyleyerek hmm, şarkı söyleyerek okula gideriz degan bo'ladi. Patlamış mısır yiyerek film seyrettik. İstemeyerek seni üzdüm. Xohlamasdan turib seni xafa qilib qo'ydim. Yürüyerek ders çalışırım. Ya'ni o'tirib dars qilolmaydi. Yo'q, yürüyerek bo'lmaydi. Bunda noto'g'ri qildim. Yürüyerek okula gideriz bo'ladi. Yürüyerek okula gideriz bo'ladi. Hop, şarkı söyleyerek yemek yaparım. Müzik dinleyerek ders çalışırım bo'ladi. Hop, 9-chi misolga o'tamiz. Men bilan o'chiraman. 9 nima aşağıdaki cümleleri tamamlayalım. Pastda gaplar bergan va bu gaplar boshida nuqta nuqta berib tashlagan. Biz gapni boshini boshlab turib, gapni butunlay qilib tugatishimiz kerak ekan. Hop, bittasini ko'rib chiqamiz. Eslashtirma degani o'zbekchasi endi esimga tushdi. Moslashtirish degani. Misol uchun sharkka söyleyerek yemek yaparım. Bir tomondagi ustun deb olgan bo'lsak, misol uchun bir tarafdagi gaplarni ikkinchi tarafdagi gaplarga moslashtirish yoki juftlashtirish. Eslashtirma degani esh degani o'zi juft degani. Juftlashtirish so'zma-so'z tarjima qilsak, juftlashtirish deb tarjima qiladi yoki moslashtirish desak ham bo'ladi. Hop, 9-chi anaqani ikkinchi mashqni qilib ko'ramiz. Nima deyapti? Sinovdan geçtim deyapti. İmtihondan o'tdim. Qanaqa imtihondan o'tish mumkin? Ders çalışa, ders çalışa, sınavı geçtim. Demek ki ikinci gapga ders çalışa sınavdan geçtim. Shunaqa qilib tugatishimiz kerak ekan. Hammasini qilmayman. Hop, yana qaysini qilishimiz mumkin? 7-chi mashqi, 7-chi misolni qilib ko'ramiz. Nima deyapti? Yemek yaptım.
Nima qilib yemak yapti? Xohlagan fe'limizni qo'ysak bo'ladi. Uh, misol uchun, film, uh, film izleye, izlemekten, izleye, izleye yemek yaptım. Ovqat kino ko'rib ovqat qildim. Ya'ni ovqat qolgan paytda kino ham ko'rib. Qolganlarini o'zinglar qilib qo'yishni maslahat beraman. Kitob PDF Telegram kanalida bor. Xohlasanglar shu yerdan to'xtab turib bajarsanglar ham bo'ladi. Va bizda demak bugungi mavzuyimiz arak erik. Ya yoki yeni tushunib oldik. Endi tepadan so'zlarni ko'rsak bo'ladi. Nima deyapti? Yuraverik. Yurib. Yurib desak bo'ladi. Ko'nisha gapirib. Yapmaya. Qilmasdan inkor ma'nosiga kelayotgani uchun fe'lni takroran tarjima qilmadim. Çalışmasdan. Endi bularga misol bergan. Buradan yuraverek evini gidebilirsin. Bu yerdan yurib uyingga borsang bo'ladi. Mana shu yo'ldan to'g'ri yurib uyingga borsang bo'ladi degan ma'noda. Arkadaşımla yo'lda ko'nisha o'qishga keldik. O'rtog'im bilan yo'lda gaplashib maktabga keldik. Spor yapmaya kilo oldim. Spor bilan shug'ullanmasdan semirib ketdim. Dersine çalışmayarak sınavdan kötü not aldı. Dersini qilmasdan imtihondan yomon baho oldi. İnsanlar ko'nisha anlaşır. Odamlar gaplashib bir-birini tushunishadi. Hazırlık çalışması. Daha önce hiç tanıştınız mı? Daha önce hiç taşındınız mı? Siz oldin biron marta ko'chganmisiz? Taşınmak degani ko'chmoq, bir joydan ikkinchi joyga ko'chmoq. Aşağıdaki nedenlerin tanışmak için bir etkisi oldu mu? Quyidagi 3-4 so'z beribdi. Shular sizni bir joydan ikkinchi joyga ko'chib o'tishingizga sabab bo'ldi. Ya'ni ko'chish deganda e, uydan uyga ko'chish, uyingizni almashtirish. O'z uyida yashagan odamlar albatta unaqa ko'chmaydi. Arenda yashagan odamlar uydan uyga ko'chib yuradi va buni har xil sabablari bo'ladi. Shularning to'rttasini berib qo'yibdi. Ish, evlilik, aile, evlilik, nikoh, turmush, oila, eğitim, ta'lim. Sen qaysi biri uchun uyingdan yashab turgan uyingdan boshqa bir uyga ko'chgansan? Necha marta ko'chgansan degan ma'noda savol so'rayapti. Va Turkiyada shuni aytib o'tishim kerakki, Turkiyada ijaraga yashashlik odatiy hol. Turklarning aholisini 60-70% aholisi o'zini uyi yo'q va ijarada yashaydi. Va Turkiyada bir uydan boshqa uyga ko'chib o'tish doimiy, yil bo'yi ko'chib o'tish odatiy hol. O'shaning uchun tashinmoq haqida bizdan savol so'rayapti. Yani O'zbekistonda ko'pchilik o'z uyida yashaydi. Asosan o'qish uchun kelganlar kvartirada yashab uyini o'zgartirishi mumkin. Hop, ikkinchi mashg'ulotda taşınırken ne tür problemler ile karşılaşabilirsiniz? Bu bizdan og'zaki so'rayapti. Biz buni xohlasak yozmamiz, rivojlantirishimiz mumkin. Og'zaki javob berib konuşmamizni rivojlantirishimiz mumkin. Siz uydan ko'charkan, ya'ni ko'chib o'tarkan qanday muammolar bilan duch keldingiz deb so'rayapti. Buni xohlasanglar yozib aytishingiz mumkin. Yozib yodlab olsanglar ham bo'ladi. Ham yozishni, ham gaplashishni rivojlantiradi. Uchinchi mashq nima deyapti? Aşağıdaki ilanlar bakalım. Quyidagi e'lonlarga qarang. Pastda e'lonlar bergan, 8 ta e'lon. Hangi ev sizin uchun uygun konuşadi? Ya'ni siz uy qidiryapsiz, tasavvur qilaylik. Va shu yerda 8 ta e'lon bor. E'lonni ko'rdingiz, bu sizga qaysi biri ma'qul bo'ladi? O'shani ko'rib chiqing deyapti. Biz faqat bularni tarjima qilib chiqamiz. Sahibinden kiralik. Uy egasidan, sahibinden degani uy egasidan degan sahib uy egasi. Yana bitta ma'nosi sahibinden degan uy qidiradigan platforma bor. Uy sotib olish mumkin, mashina ijaraga olish, mashina sotish, uy arendaga olish, uy sotish mumkin. Sahibinden kiralik. O'sha ma'noda kelishi ham mumkin yoki sahibidan degan uy egasidan
arendaga berilayotgan uy orada emlakchi deydi. Emlakchi degani yozaman. Emlakchi e, uyni uy qidirayotgan odam va uy egasi orasida turadigan makler. Manimcha makler deb aytsak bo'lsa kerak o'zbek tilida. Emlakchi nima qilib beradi? Uy egasiga ijarachi topib beradi. Ijarachiga o'ziga mos uyni topib beradi. Uy egasini uyiniga mos o'zi uy egasi xohlagan odamni ijarachi topib beradi. Misol uchun aytish mumkin uy egasi menga o'quvchi kerak yoki o'quvchi kerak emas, dod ishlaydigan odam bo'lsin deydi. O'shanga mosini topib uy egasi bilan ko'rishtiradi. Uy egasi xo'p desa, keyin uyni beradi. Arendachiga ham, ijarachi uy qidirayotgan odamga ham nima qiladi? O'ziga mos dod ishlaydigan bo'lsa yoki o'qiydigan bo'lsa, o'qishi uyiga yaqin joydan topishiga yordam beradi. Va bu emlakchi uy egasidan ham pul oladi va hali ijarachidan ham pul oladi. Ya'ni misol uchun men ko'chagan bo'lsam deylik, men hozir yashayotgan uyimga 2 yil oldin ko'chganman. Bu ko'chgandan keyin emlakchi bo'lgan orada emlakchiga ham pul berganman. Undan tashqari bitta 1 oylik arenda puli beriladi emlakchiga. Keyin emlakchi uy egasidan ham qanchadir miqdorda pul oladi. Shunaqa qilib bu emlakchi pul ishlaydi. Hop, Sahibinden kirarlik. Fatih'te ulaşım. Fatih'te ekan, Fatih degan tumanda ekan. Ulaşım araçlarida 10 daqiqa. Ya'ni transport vositalariga 10 minutlik yo'l. Fatihda nima bor? M1 metro bor, M1A degan metro liniya bor. M1B degan metro bor. Fatih tumanida Marmaray degan metro bor, Marmaray. Yozolmayapman anaqa qalamda yozayotganim uchun. Marmara degan metro bor. Undan tashqari metrobus bor Fatih tumanida, Edirne kapida. Metrobus. Metrobus nima? Metrobus O'zbekistonda ham metrobusda qo'yilibdi, lekin Turkiyadagi metrobusga o'xshamaydi. Yo'l o'rtasidan yuradi, katta ko'chada mashina yo'l o'rtasidan yuradi. Atroflari yopilgan, temir panjara sim bilan tortilgan. Ikki taraflama bo'ladi avtobus yo'li va xuddi metroga o'xshab faqat astomka to'xtaydi. Peshexod o'tmaydi o'tdan. Peshexod o'tish uchun metrobus ustidan ko'prik qilinadi. Metrobus yo'ldan peshexod o'tmaydi. Metrobus svetofor to'xtamaydi. Faqat astomka to'xtaydi. Va har 2-3 minut, har minutda keladi. Istanbulda, Turkiyada hozircha faqat Istanbulda bor edi. Eng yaqinda Sakarya degan viloyatda ochildi. Anqarada ham yo'lga qo'yilar ekan yaqinda. Yevropada metrobus yo'q. Yevropa bo'yicha faqat Istanbulda bor. Va har minutda keladi. Shu tomoni qulay. Ya'ni metrodan ham yaxshiroq. Tez kelish. Hop, metrobusga yaqin, o'shaning uchun ulaşım araçlarına deb turib ko'plikda ishlatdi. Chunki metro bor, 3 ta metro bor, metrobus bor, avtobuslar ham ko'p o'tadi. O'shaning uchun ko'plikda aytdi, araçlarına deb. O'shanga tushuntirdim metrobuslarni. Hop, kira 1500 TL. Bu endi kitob o'sha paytda nashr qilingan paytdagi kira pullari. Kira nima degani? Arenda, ijara puli. 1500 TL. Hozir 1500 TLlik uy yo'q. Tabiiyki, 1500 liraga hozir magazindan arzonroq olib chiqasiz. Bu kitob o'sha paytda chiqarilgan paytdagi narxlar uylarni. Hozir kamida 20.000 TL. 20.000 TL. Kamida 20.000 TLga uy topsa bo'ladi. Xo'p, ikkinchi e'lon kiralik doira. Ijara kiraydigan ijara uy. Uskudarda ekan bu. Uskudar tumanida joylashgan ekan. Dengizga yaqin bo'lgan tuman. Fotihga o'xshab. Fotih ham dengiz yonidagi tuman. Dengiz yonida joylashgan. Sohibindan, uy egasidan 1000 TL pazarlik yo'q. Oylik 1000 lira ekan uy kirasi. Pazarlik yo'q degani bozorlik qilmasa, ya'ni savdolashmasa ekan. Bir xil e'lonni shunaqa yozib qo'yishadi. Agar unaqa yozilmagan bo'lsa, savdolashsa bo'ladi.
lekin ko'p tushib bermaydi bag'riga. Acil satılık, shoshilinch sotuvli uy. Kadıköy degan tumanda joylashgan ekan. Acil satılık, juda ham tez sotilishi kerak. Ya'ni acil satılık tezroq sotib yuborish kerak ekan. Sıfır daire, sıfır degani nol degani, sıfır daire degani yangi qurilgan uyni sıfır doira deydi, sıfır bino deydi, yangi qurilgan binoni. Agar o'sha binolardan endi har bittasi doiralar albatta xonadonlar yangi bo'ladi va har birini biz sıfır daira, yangi xonadon, yangi uy, yangi kvartira deymiz. Yangidan qurilgan. Fiyatda anglashabiliriz. Narxida kelishsak bo'ladi. Ya'ni tushirib berish mumkin ekan, narxini aytmagan lekin. Narxini gaplashgan edi, bilasiz. Eminönü'ne yaqin, keyingi e'lonimiz. Eminönü degan joyga yaqin. 3 oda, 1 salon, 1 salon, deniz manzarali ev. Turklar nima deydi uylarni? 2+1, 2+1 yoki 1+1 yoki mana bunga o'xshab turib 3+1. Bu e'lonimizdagi xonamizni soni 3+1 ekan. Nima degani? Bu bir zal degani. Mehmon kutadigan zalimiz bu bir bo'ladi har doim. Bu ikkita bo'lishi ham mumkin. 3+2 bo'lishi mumkin. 3+2 bo'lsa, ikkita zal bo'ladi. 3 nima degani? Xonalar soni, yotoqxona soni. 1+1 bo'lsa, bitta yotoqxona, bitta zal. 2+1 bo'lgan bo'lsa, ikkita yotoqxona va bitta zal. 3+1 bo'lgan bo'lsa, 3 ta yotoqxona va bitta zal. Yoki 3+2 bo'lgan bo'lsa, 3 ta yotoqxona va ikkita zal bor degan. Ya'ni uy shunchalik katta degan. Demak, bu uyimiz ham nima ekan? 3+1 ekan. 3 oda, 3 ta xona plus bitta salon, ya'ni mehmonxona. 3+1 deydi mana. 3+1. 3+1. Plusni arti deydi. Arti. Arti. Plus degani. Oxiri nuqtasiz i bilan, u bilan. 3+1, 3+ uy bor ekan. Deniz manzarali, dengizga qaragan, dengiz manzarali uy ekan. Va bular albatta qimmat bo'ladi. O'quvchiga bekara verilir. O'quvchiga bekar, oila qurmagan erkak ayolga berishi mumkin ekan. Chunki hamma ham bermaydi o'quvchiga, bekorga bermaydi. Oilali bo'lsin deydi. O'quvchi bo'lmasin deydi, me'mur bo'lsin deydi, me'mur. Me'mur degani me'mur. Davlat ishchisini me'mur deydi turkchasiga. Har qanday davlat ishlaydigan odam me'mur. Kira puli nech pul ekan? 1250 TL ekan oylik. Keyingi e'lonimiz 2 oy peshin ödemeli. 2 oy oldindan olar ekan. Peshin ödeme degani 2 oylik pulni oldindan olish. Beylikduzunda degan joyda joylashgan ekan. Istanbul. Bular hammasi Istanbuldagi joy nomlari. 2500 lira ekan. Kira ile 2500 TL kira ile masrafsiz lyuks dairalar. 2500 lira lekin qimmat, mana bunga nisbatan qimmatroq. Masrafsiz lyuks doira. Hech qanaqa rasxod qilmaysiz uyga, kirasiz. Lyuks doira, ya'ni hashamatli uy. Hashamatli emas. Lyuks o'zbek tilidan lyuks deb tarjima qilsak bo'lsa kerak menimcha. Xona, uy yangi. Hamma narsasi bor yoki mebellari, jihozlari bo'lmaydigan bo'lsa ham uy ahvoli yaxshi. Siz pul tikib remont qilib o'tirmaysiz. Shu ma'noda. Universitetga yaqin. Keyingi e'lonimiz. O'qishga universitetga yaqin ekan. O'rinchi, elektr suv, dual gaz dahil eshyalar, kiralik odalar. Bu endi oda ekan. Xona, faqat bitta xona. Butun boshli uy, kvartirani emas, balki kvartirada misol uchun bu agar 2+1 bo'lgan bo'lsa, ikkita xona, bitta zal bo'lgan bo'lsa, shu ikkita xonasini o'quvchilarga bo'lib beradi. 3 ta 4 ta o'quvchiga. O'quvchiga suv, elektr, chiroq, suv va gaz anaqalari, to'lovlari, oylik to'lovlar ichida bo'lgan holatida ashyoli narslari bilan birga, ashyolari bilan birga arendalik xonalar oylik 500 TL ekan. Keyingisi 2+1, 2+1 kiralik. Taksim degan joyda joylashgan ekan. Ailaga berilar ekan. Aile uchun kiralik ekan, o'quvchiga berilmaydi. Demakki, temiz, ya'ni toza, temiz doirasi toza ekan. Akkuratni degan ma'noda ham temiz, toza, yaxshi o'ziga qaralgan doira. Oylik puli 750 TL.
ijarasi. Oxirgi e'lonimiz ev arkadashi. O'quvchilar birga turar ekan. Shulardan misol uchun bitta o'tirgan bo'lsa, o'z uyiga yana bitta xonadon olmoqchi. Buni ev arkadashi deydi. 2+ eshikli evi, 2+1 ashyoli, ya'ni ichida hamma narsasi bor bo'lgan uyga düzenli bir ev arkadashi arıyorum. Постоянный men bilan birga turagan xonadon qidiryapman. Kira puli 900 TL oylik. Hop, endi buni misol uchun men o'zimga misolim tanlagan bo'lsa, chunki savol so'rab o'tdi bizdan. Hangi ev sizning uchun uygun? Misol uchun men Fotih turaman. O'qishim Fotihda yoki menga Fotih yoqadi. Fotih yoqqani uchun, ulashim yaxshi bo'lgani uchun Fotihni tanlashim mumkin e'londan. Yoki o'qishim universitetim Uskudarda joylashgan. Uskudarda joylashgan kirali uy tanlashim mumkin. Sababi nima? Uskudarda universitetim bor. Fotihda ulashim yaxshi va tuman juda ham yaxshi. Men yaxshi ko'rgan joyim, misol uchun. Siz ham shunaqa bir sababni aytib turib, uy tanlashingiz kerak ekan. Konuşalım. Yani bu yerda konuşma bajarisini chiqarish uchun berilgan mashq deb tushunsak bo'lar ekan. Grammatik mavzuni ko'rdik, mashqlarni bajardik va unitani boshini ozgina ko'rdik. Tushuntirib o'tishim kerak bo'lgan narsalarni tushuntirib o'tdim. Qolganini keyingisi endi mashqlari bor va o'quv matni bor. Bu inshaalloh keyingi darsimizga qoladi. Shu bilan bugungi birinchi darsimiz tugadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.